Yaxshi niyat aytamiz, yaxshi istak aytamiz. Chiroyli istak niyatlar ilohdan ijobat bo'lsin. Marhamat akajon. Rahmat rais bobo sizga so'z berganingiz uchun. Qutlug' bo'lsin sizga duo salomlar, duoda eng go'zal shirin kalomlar. Ilohim baxtingiz nurlarga to'lsin, bugungi visol oqshomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum katta yoshi qariga, mana bugungi to'yda yig'ilgan insonlarning bariga. Mana bugungi kechada akamiz uylanyapti, Nilfarxon bugundan bizga yanga bo'lyapti. Bu kechada hammadan ham meni ko'nglim to'lyapti, kaminani ertadan yo'llari ochilyapti. Bu kunni men ancha kutdim, vaqt yuragim tilib ketdi, meni yo'lim ochilguncha qancha qiz tegib ketdi. Endi esa yo'l ochiq aka. Endi esa yo'l ochiq, yo'limda siz yo'q endi. Sizdan so'ng uylanishga planda qiz yo'q endi. Qizlarga gap o'tsam, labim burib ketyapti. Tanlab tozasiga uchrab, keyin qadrimizga yetyapti. Shu o'rinda bir so'zim ayrim o'g'il qizlarga achchiq bo'lar haqiqat bu gaplarim sizlarga. Mol dunyoga bermang ko'ngil. Mol dunyo bu o'tguvchi, bugunda bor inson esa ertasi kun ketguvchi. Bittasini sev chin yurakdan, bo'lsin sening savlating, o'sha sening kelajaging, ham baxting, ham davlating. Ayrim hazil gaplar uchun aka uzr so'rayman. Bu mavzuni yopaman, boshqa tomon burayman. Onam aytar akalaringga o'zim qiz topib uyladim, senga ham topsam bo'lar biroz injiqsanda deb o'yladim. Onamning bu gaplarini men ham juda o'yladim. O'ylab shu so'zlarim men onamga so'yladim. Onam kelgan. Bo'pti ona siz qiz toping, tortishsam gar yarashmaydi. Bu dunyoda ona zoti hech qachon adashmaydi. Katta o'g'illaringiz qarshilik qilmaydi-yu, menimcha shu kenjangizga kuchingiz yetmaydi-yu. Kenja deb uni jilovini qo'yvormangda. Bor qilguvchi, yo'q qilguvchi deb talbaytirib yubormangda. Uzoq umr ko'rib yuring ona, farzandlaringiz baxtiga, farmon bo'lib yuring ona, nevaralaringiz baxtiga. Ana endi kenjadan gap boshlasa, kenja ber aka, videoni o'chirib tur. Gap boshlasam, qiladi g'azab menga, to'y bahona aytib olay kenja eshit bu gaplarim senga. Siyosatda o'zingcha kenjasanda mag'rursan. Bugun akang gapiradi, eshitishga majbursan. Qaytar dunyo ekan uka, yo'ling ochilishini kutasan. Men qancha kutgan bo'lsam, sen ham shuncha kutasan. Gap qaytarsan, yo'ling to'say, to'siqlar qocholmasin. Mahallamizdagi polchi ham yo'lingni ocholmadi. Bugundan boshlab uka, g'azabingni tashlagin, ertadan Obid akangga fatho qilishni boshladi. Hazilki o'z o'rniga uka. Hazilki o'z o'rniga uka, bu hayotda kerilma. Maslahatim ukajon, hozirdan muhabbatga berilma. Zo'rman dema hech qachon. Zo'rman dema hech qachon, vaqti yetsa bildiradi. Manaman degan zo'rni ham bu hayot sindiradi. Yaxshilik qil, insonlarning hurmatini qozongin, eshitganingga emas, ko'rganingga ishongin. Yaxshilik qil, insonlarning hurmatini qozongin, eshitganingga emas, ko'rganingga ishongin. Tuhmat balosi yomon, bilmasdan qilma tuhmat, kattani qilib izzat, kichikni qilib hurmat. Ozgina hayajon bor o'zimda. Mehmondo'st xalq deyishar. Bu o'zbekning diyori, qo'ling ko'ksingda bo'lsin, bu hayotning shiori. Vaqti yetdi aytyapman uka. Bu gaplarimni senga ancha yillar avval akalarim aytgandi menga. Aytgan har bir gaplarim senga bo'lgan arzimdir. Xafa bo'lma ukajon, bu akalik farzimdir. Kam emasdan hech kimdan boshimizda otam bor. Kam emasdan hech kimdan. Otam birla onam bor. Otam bordir, davlatim bor. Onam bordir, jannatim. Baxtimizga sog' bo'lsin shu ikki omonatim. Rahmat rais so'z uchun, mikrofon bo'lish siz uchun.